Shoshmasdan bir zumga to'xtab, biz kimmiz o'zi va nima uchun dunyoga keldik? Atrofga qarasak, hamma qayergadir shoshyapti. Lekin ko'pchilik manzilini bilmaydi. Xuddi har kim o'zi bilan o'zi poyga o'ynayotgandek. O'ng tarafga qaraymiz. Xuddi hayot puldan, laykdan, prosmotrdan iboratdek. Shu raqamlar ko'payishi bilan inson o'zini bor va boy deb his qilayotgandek. Shu narsalar uchun odamzod vijdonini, vaqtini, ba'zan hatto o'zini ham yo'qotib qo'yayotgandek. Chap tarafda ham odamlar shovqinga qaramay, ichkarida jimlik. Bu odamlar esa hech kimga aytolmaydigan o'ylarini ko'tarib yuribdi. Hammasi o'zining og'ir savollari bilan yolg'iz. Mehr, oqibat noyob, e'tibor esa qimmat narsaga aylanib qoldi. Chunki ko'pchilik berishni emas, olishni o'rganib bo'ldi. Biz rostdan ham shu narsalar uchun yashay boshladikmi? Chinakam hayot, baxt shular bilan o'lchanib qoldimi? Axir chin baxt juda oddiy-ku. Baxt bu xotirjam oila. Baxt bu bir stol atrofida o'tirib qilingan nonushta. Baxt bu farzandlaringiz kulgusi. Biz negadir o'tmish bilan yashaymiz. Endi hech qachon ortga qaytmaydigan kunlar uchun siqilamiz. Ba'zan hatto yig'laymiz. Kelajakdan esa xavotirdamiz. Hali kelmagan kunlar bizni charchatadi. Nega qo'yvora olmaymiz? Nega bugunni unutib, kecha va ertaga yopishib qolamiz? Shu oylar bilan band bo'lib, bugunimizni boy berayotganimizni qachon tushunib yetamiz? Qachon biz hozirgi lahzani ko'ra boshlaymiz? Qachon telefonni chetga qo'yib, yonimizdagi odamni eshitamiz? Hayot keyin boshlanmaydi. Hayot hozir, shu yerda. Shu nafas va daqiqada. Va ehtimol izlayotgan hamma javoblarimiz allaqachon yonimizdadir. Faqat to'xtashimiz, qarashimiz va anglashimiz kerak.